Assalomu alaykum bo'ydoqjonlarim, mehribonlarim, yaxshi dam oldinglaringizmi? Sizlarni bir eslamay qoldimmi? Bo'ydoqjonlarga atalgan she'rlar kamayib ketdimi? Mana biz yozamizda, eshitamiz bo'lmasa she'rdan sizlar uchun eksklyuziv bo'ydoqlar uchun. Bo'ydoqlarning uylari devori ham bo'g'adi. Bitta gap kam, ikkita ko'p. Qovoqdan qor yog'adi. Kayfiyatni ko'tarmas. Mashina-yu tillalar xayolini olvagan qaddi qomat zebolar. Sizlar yomg'ozlar. Feng shui, ring shui, fen ya into, ji shiwa, huayni xinwa, ji vesha, shua. Neshua. Assalomu alaykum. Ko'rdilarmi? Mana shu bo'ydoqlarni mana shunaqa tilda gapiryapti deb o'ylaysizlar-da, mana shu. Tushunmaysizlar. Bo'ydoqlarni hech kim tushunmaydi. Ashuna gapirayotganda bo'ladi. Ularni men tushunaman dardini, men ichidagi tub-tubidagi dil izhorlarini, dil to'g'onlarini o'zim tushunaman. Shuning uchun meni hurmat qilishadi-da. Sizlar hushyor bo'laverasizlar. Bo'ydoqlarning tilini topish juda qiyin. Ashunaqa shiva, shin, ha degan gapirayotganga o'xshashadi. Lekin ularni tilini tushunish kerak, eshitish kerak. Bo'ydoqlar, men sizlar bilanman. Olg'a. Qizlarga ham ishonch qolmadi. To'y qilish qimmat bo'lib ketyapti. Qiz topish qiyin bo'lib ketyapti. Necha ishlab pul topish kerak, harakat qilib oyoqqa turish kerak. Chet elga ketsammikin, yaxshiroq pul topib, uyda qurib, mashina olib, sal bir qizlarning ko'ziga ko'rinadigan bo'lish kerakmikin. Shunaqa gaplarni gapirib yuravermasdan harakat qilish kerak, uylanish kerak bolalar. Unaqa emasda endi. Ana-mana qilguncha vaqt o'tyapti, yosh o'tyapti. 2007lar boshlab yubordi bag'ini, voy. Bo'ling, turing, tezsiz harakat qiling, davay. O'tirish nima bu? Anaqa deb o'tirib bo'lmaydi, davay. Niyat qilib, yaxshi qilib, davay, harakat qiling. Bu yil to'y. Assalomu alaykum. Voy, mehribon baqaloqlarim. Ana bir qilib payt kommentariylarni o'qib jinni bo'lib qolaman-da. Mashinangiz bunaqa deb kommentariya yozganlar uyiga borib qolsam borib, yo arendaga mashina minib bo'ladi. Yoki eski bir qiynalib qo'ygan mashina ichida qilib yurgan bo'ladi. Lekin hali aytadi-yu, uyiga borsang tandiri yo'q, lekin itini oti Shohjahon. Voy, o'lib qolaman-da, haligi eskilarning gapi ham esimga kelib ketadi-da. Ishtoni yo'q, tizzasi yirtiqqa kuladi deydi-da. O'shaning uchun men kommentariyada yozayotganlar kulgi bo'lmaylar. Bunday olib qaraganda, hali hamtasini kommentariyasiga yozib qo'ying. Aka, mashinangiz eski ekan, deb yozib qo'ygan ekan. To'g'ri aytasiz, meni mashinam eski, o'zingizni veligingiz zo'r dedim. Sizni veligingiz oldida meniki eski dedim. Tavba qildim, astag'firullah. Ajoyib, to'g'ridan zo'r. Yaxshi bo'laversin. Akalar xursand bo'laylar. Har doim birovning mehnatidan xursand bo'lish kerak. Birovni aybini to'xtatish kerak emas, birovni mehnatidan xursand bo'lish kerak. O'shanda Xudo beraveradi. Biz misol uchun birov bitta narsa olsa, bitta narsa kiysa, "Voy, молодец, yarashibdi, zo'r bo'libdi, aka, Alloh bersin, hammadan ziyoda qilsin" deyiladi. Bu haqiqiy musulmon odamning ishi bo'ladi, haqiqiy dindor odamning ishi bo'ladi-da. U haligi jo'xtlardan o'rganib olib, birovni qilish noto'g'ri narsa. Ukajonlarim, sizlarga yarashmaydi. Yarashadigan odam har doim birovning mehnatidan xursand bo'luvchi inson bo'linglar. O'shanda Alloh sizlarga ham beradi. Men buni bir kibrdan yo'q bu narsadan emas, kulganim uchun aytyapman xolos. Haqiqatda, lekin chin dildan xursand bo'laman. Yaxshi yozsa ham, yomon yozsa ham, men xafa bo'lmayman, lekin men nervlarim betondan-da. Nimadan xafa bo'lamiz? Hammamiz bandamiz.